Motoblok olmoqchiman, lekin eng arzon joyidan hamda eng yaxshi motoblokdan xarid qilmoqchiman degan akalar e'tibor berasizlar. Agroservis do'konimizga ko'rib turganinglardek yangi partiyada motobloklarimiz kelgan. Hozir hamma motoblogimizni sizlarga qisqacha ma'lumotlari, narx-navosi bilan tanishtirib o'taman va kimda-kim mana shu turdagi yer haydaydigan motobloklarda eng arzon joyidan birinchi qo'l optim bazasini xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranga nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi. Bizda xohlasanglar mana shu holatda yig'ilgan, xohlasanglar mana bu tomonda korobka holatida ham xarid qilsanglar bo'ladi akalar. Eng arzon narxlarda. Yana ham narxini tushirib arzonroq olmoqchilar, hozirroq videoga bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa shu texnikalarni olgani kelganinglarda narxlarni yana ham kelishtirib arzonroq narxlarda qilib beramiz. Bo'lmasa narxlarini tanishtirishni boshladim akalar. Birinchi bo'lib eng kichkina modellaridan boshlaydigan bo'lsak, ko'rib turganinglardek bulari 3 ot kuchli, 5 ot kuchli, 2 ot kuchliklari bo'ladi akalar. Xo'p. Birinchi bo'lib 2 ot kuchligini ko'rishinglar mumkin. Ot kuchlari 2 tali. Yoqilg'i turlari benzinli, yurishlari zavodni orqali bo'lgan motoblok. Bu asosan yer haydab kultivatsiya hamda agat olish ishlarini bajarish uchun mo'ljallangan 2-3 sotix joylar uchun juda ham qulay variant bo'ladi. Narx-navolari ham juda ham arzon narxlarda chiqadi. 1.500 dan. Bularda bizda har xil motorliklari bor. Narx-navosi 3.200 minggacha, eng arzoni 1.500, qolganlari ot kuchiga qarab ketaveradi. Xo'p. Bulardan kattaroq 7 ot kuchligini so'ragan akalarimiz e'tibor berasizlar. 7 ot kuchli motobloklarimizdan ham yangi assortimentlardan har xil modellardan yetib kelgan. Ahamiyat bersanglar, atrofda mana shu ko'rib turgan 7 ot kuchli motoblogingizni 3.300, 3.500, 4 milliongacha sotilayotgan mana shu modelni, Motokama modelini biz ataga 2.800 ming so'mdan skidkaga tushirdik. Bu degani boshqa joydan 700 ming, 800 ming, 1 milliongacha arzonroq narxda olishingiz mumkin. Motori 170F motor, 7 ot kuchli benzinli bo'lyapti. Yurishlari zavodnoy orqali harakat oladi. Komplektda freza, tormoz, dokument hamma yo'g'i bilan 2.800 ming so'm. Ukam menga bunaqa prostoy model emas, menga yaxshiroq, sifatliroq, baquvvatroq modeli bo'lsin deganlarga albatta ko'rishinglar mumkin. Motobloklar ichida eng baquvvati bo'lgan Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan modellari ham yetib kelgan akalar. Hamma motobloklarda ichida eng baquvvati har doim mana shu Texa motobloklari bo'ladi. Eng zo'rini hamda eng baquvvatini olaman degan akalar har doim mana shu Texa motoblogini tavsiya qilamiz. Motorlari 170F motor, yoqilg'i turi benzinlik, yurishlari zavodning orqali bunda ham, vozdixlari buniki maslinli bo'ladi hamda korobka qismlari boshqalargidan kattaroq, balon qismlari ham buniki kattaroq bo'ladi, rollari uzunroq bo'ladi. Narx-navosi original modeli 4.500 ming, prostoy modeli ataga 3 million so'mdan tarqatyapmiz. Xo'p. Bu tomonda 7 ot kuchliklari bo'lyapti. Bu tomonda mana akalar ko'rishinglar mumkin endi motobloklar uchun. Xo'p, orqa tomonda aravalar akalar. Bu aravalarimizni bizda har xil razmerlari bor. Katta kichik razmerlariga qarab 1.800 dan 2.900 gacha har xil bunaqa aravalari bor. Bu tomonda mana ko'rishinglar mumkin 17 ot kuchli modellari eng kattalari bo'lyapti akalar bular. Rolik gidravlika, satelitliklari 8.800, prostoy modellari bor 8 million so'm, salarkali 17 ot kuchlilarimiz bor 8.500 ming, 9 ot kuchlilarimiz bor salarkali akalar 6.5 milliondan 7.5 milliongacha, 9 ot kuchli statorlilarimiz bor 5 million, 5.5 million, 7.5 milliongacha. Xullas, motobloklarda assortimenti ko'p. Xohlaganlarga zanjirli, gusenichali apparatlarimiz ham kelgan. Assortiment ko'p. Kimga qanaqa turdagi motoblok qiziq bo'lsa, ekranga yozinglar yoki kommentga kirib yozib qo'ysanglar, qanaqa motoblok sizlarga qiziq bo'lsa, ma'lumot, narx-navosini tanishtiramiz. Xohlasanglar, aytib o'tganimdek yig'ilgan, xohlasanglar korobka, xohlasanglar shotda o'zda mana shu holatda yig'ib ishlatib berish imkoniyati ham bor. Korobkani ko'zingiz oldingizda ochib turib, yig'ib ishlatib tekshirib beraveramiz akalar. Manzil Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Boshqa turdagi texnikalar ham qiziq bo'lsa, xohlasanglar o'tmaydigan drabilkalar, xohlasanglar do'konning ichida boshqa turdagi instrumentlarimiz ham mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, kelaverasizlar, narxlarni kelishtirib beramiz.